Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Zo'r. Ya, kayfiyat qalay? Zo'r. Nima kulyapsiz? Sizni ko'rganimdan xursandman juda. Men ham sizni ko'rganimdan xursandman. Nima faqat hayotda ko'rasiz, men efirda ko'rmaysizmi? Efirda juda ko'p ko'raman. Qachon? Qanaqa ko'rasiz? Ertalab 8:30 uxlayotgan bo'lasiz. Yo'q, hozir televizorimiz yo'q, o'qishdan. Kvartirada turaman, shuning uchun. Uyda paytimda ko'rardim har doim. Qadrli yurtdosh, qarang, yerga qarab turing, yerga qarab. Shu qizga bitta televizor olib beraylik. Ehson qilmoqchi bo'lgan insonlar karta nomer yozib qoldiraman. Yana nima yo'q kvartirada. Tinchlik yo'q dingda. Yo'q, hammasi joyida. Nechta dukona yashayapsizlar? 3 ta. 3 dona. 4 ta bo'lib yashaymiz. Siz bilan 4 ta. Ay, zerikarli ekan hayotinglar. Yo'q. Har kim bitta ishkal bor. Bo'ladi, yo'q. Nechinchi kursiz? Birinchi kurs. Shu yil kirdingiz. Nima bordi? Nima kerak edi o'qib? Orzuda. Qanaqa orzu? O'qish orzumi? Ha, o'qish. Uydagilar kontrakt to'latish orzumi? Pul ketqizish orzumi? Endi nimasi orzu buni? Zo'r-da, talabalik baribir zo'r. Nazza. Zo'r mana bitta g'oya bor-da menga qarang. Baribir abituriyentga tayyorlandingiz, to'g'rimi? O'sha kirish uchun ham. Necha oy? 4-5 oy 4-5 oy. Kamida bir 8 mingdan ketdi, to'g'rimi oyiga? ketgan. Yo'q, turman solayman aslida. Ko'p ketgan. Xo'p, mayli, mana kontrakt, to'g'rimi hozir? Yo'q, shuni hammasini yig'sa dadingiz. Bir chiroyli sep bilan bir yaxshi to'y qilib chiqarib olsak bo'lardi. Keyinchalik undan ham yaxshiroq bo'ladi baribir. Qaytaraman deysiz. Ana, nevarlar bilan qaytaraman, xohlasa. Mana savol sizga. Mana agarda eng katta orzungiz ertaga amalga oshsa, siz uni kutib olganga tayyormisiz? Ha, albatta. Nima u? O'zimga bir shaxsiy kitobxona olgim keldi. Kitobxona. Zo'r-ku. O'zi kitob o'qib turasizmi yo shunchaki olib unga qarab o'tirishmi? O'qiyman. Oxirgi marta qaysi kitob o'qidingiz? Maktabda 6-sinf geografiya. Esimda yo'q. Qalb haqida edi. Sevgi haqida edi. Juda bir berilib o'qirkanlar, qarang, nomi esda yo'q. Yo, qalb yo, sev. Menimcha oyoq og'rish nimadanligi aytmadingiz. Qanaqa odamsiz oxiri? Juda zo'r. Sog'indingiz? Ha. Ajab bo'lsin kaka. Kim aytdi senga o'qitib bergan? Hozir ko'rishayotgan bo'lsa nima gapingiz bor? Assalomu alaykum deyman. Sizni sog'indim, sizlarni yaxshi ko'raman. Shu ko'rsatuvda chiqishim orzu qilishardi. Hammaga salom deyman. Ularning orzusi amalga oshirdimi, bir ikki so'm qistiring desam. Sog' bo'ling. Bunchalar zo'rsan.